Javlonbek aka, jiyanim bor. Bilasiz, hozirgi paytda tengdoshlarga qaraganda bog'chada ham juda ham kam gapiryapti. 2-3 ta gap gapiradi, mama, papa, shunaqa multfilm ko'rgancha multfilmda gaplar har zamon eshitdi, lekin umumiy holatda juda ham kam gapiryapti. Nimadan bo'lishi mumkin? Gapirishdagi kechikish ba'zida normalniy bo'lishi mumkin. Lekin agar bola 1 yoshgacha 10 ta, 15 ta so'z bilmasa, bu уже nimadandir signal bo'layotgan bo'ladi. Bu agar bolani gapirishi eshitish bilan bog'liq bo'layotgan bo'lsa, bu juda jiddiyroq. Chunki eshitmaydigan bolani tili kechroq chiqishi mumkin yoki umuman chiqmasligi mumkin. Bunaqa holatda lor shifokorini ko'ruvdan o'tish shart hamda audiometriya degan tekshiruvimiz bor. Mana shu tekshiruvlarni qilish shart. Bu holatda iloji boricha jiyaningizni tezroq tekshiruvimizga olib keling. Tekshirib aniqlashimiz kerak. Agar u quloqni eshitishi tufayli gapirmayotgan bo'lsa, uni tezda davolab chorasini ko'rishimiz kerak.